Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Ramazon maktublari 11-qism. Qur'onning xususiyatlari. 1. Aqvam bashariyatni yetaklashda yakkigona to'g'ri yo'l demakdir. 2. Subul assalam tinch va salomatchilikning yo'liga boshlaydi demakdir. Allah bu Qur'on orqali uning roziligini ko'zlaganlarni tinchlik yo'llariga yetaklaydi. Maida 16-oyat. Ular tinchlikqa moyil bo'lsa, senmi ularni qanoat ostiga olgin. Anfal 61-oyat. Ey mu'minlar, salom va tinchlikqa, dinga umuman komil kiringlar. Baqara 208-oyat. Allah bashariyatni salom va saodatga chaqiradi. Yunus 25-oyat. 3. Barliq krizislarni hal qilish va ixtiloflarni tugutish. Ey payg'ambar, ular talash tortish qilgan so'z harakatlarda to'g'rini bayon qilishing uchun sana Qur'onni nozil qiladi. Nahl 64-oyat. Birda bir narsada talashib qolsanglar, uning hukmi Allohning kitobidir. Shura 10-oyat. 4. Musulmonlar orasida sevgi, do'stlik barpo qilish. Allah iymon etgan va yaxshi amal qilganlar orasida sevgi yaratadi. Maryam 96-oyat. Musulmonlar dunyosida do'stlik, mehr-muhabbat narda. Qur'on ixtilofni tugitib do'stlik yaratdi. Bo'lish, bo'linish Fir'avn va uning agashkuchilarining axloqi edi. Fir'avn yer sharida o'zini ustun ko'rdi va aholilarni bo'lib boshqardi. Qasas 4-oyat. Qur'on bashariyatga hayot bag'ishlaydigan kitobdir. Ey mu'minlar, Allah va uning elchisi sizlarga hayot baxsh etguchi Qur'onga chaqirsa, ijobat qilinglar. Anfal 24-oyat. Bu Qur'onni tog'larga nozil qilgan bo'lsa idiq, tog'lar Allohdan ayminib pari-pari bo'lgan bo'ladi. Hashr 21-oyat. 6. Qur'on insoniyatni jaholat qorong'uligidan tavhid va ilm madaniyat nuriga elib chiqadigan kitobdir. Bu kitobni biz insoniyatni qatma-qat zulmatlardan ilohiy adolat nuriga chiqarish uchun nozil qildik. Ibrohim 2-oyat. Ey insonlar, biz sizlarga bu Qur'onni tilovat qilish orqali sizlarni qatma-qat zulmatdan ilohiy nurga elib chiqish uchun nozil qildik. Taloq 11-oyat. 7. Aqlga xitob qiladi. Vahiy aqlga xitob qiladi. Aql bo'lsa naql bo'ladi. Shunga aqldan adashgan saranga islom taklifi yuklanmaydi. Naql bo'lsa aqlni taraqqiy qildirib kamolatga yetkazadi. Shuning uchun Qur'oniy aql eng takomil aqldir. Shuningdek Allah aqlni ishlatmaganlarga ma'nachilik yog'diradi. Yunus 100-oyat. Biz aqlchi emas, aqlliq bo'lishimiz kerak. 8. Qur'on tafakkur kitobidir. Bizni tafakkurimizni oshirishga undaydi. Biz bu muborak Qur'onni tadabbur qilsin va aql egalari tadbir o'rgansin uchun nozil qildik. Sot 29-oyat. Biz Qur'onni sana nozil qildik. Sen ularga sana Qur'onda nozil qilinganini bayon qilgaysan va ular tafakkur qilgay. Nahl surasi 44-oyat. Qur'on ko'plagan o'rinda tafakkur, tazakkur, o'tib ketganni xotirlash orqali tajriba olmoq, ta'aqqul aqlni ishlatmak, tadabbur o'ylanib tadbir olmoq qatorliq terimlardan so'z ochadi. Bu terimlarning hammasi tafaul qalbidan kelgan bo'lib, doim oldiga ilgirlab ish qilmoq degan ma'noni bildiradi. 9. Qur'onga ching esilmoq. Allohning arg'amchisiga hammanglar birdek eslanglar, bo'linmanglar. Ali Imron 43-oyat. Ey payg'ambar, sana vahiy qilinganga ching esilgin, chunki sen to'g'ri yo'lda tursan. Zuhruf 43-oyat. 10. Qur'on mas'uliyatni ustimizga elishga chaqiradi. Biz hammamiz Qur'on oldida mas'uliyatga tortilamiz. Bu Qur'on ilohiy eslatmadir. Sen va ummating bu Qur'ondan so'roqqa tortilisizlar. Zuhruf 44-oyat. 11. Qur'on o'zidagi haqiqatni oshkor e'lon qilish va yetkazishga chaqiradi. Ey payg'ambar, biz sana ko'rsatgan hukmlarni ular orasida hukm qilsin deb bu Qur'onni haq bilan nozil qildik. Nisa 105-oyat. Bu Qur'on insoniyatga yetkazish uchun menga vahiy qilindi. An'am 19-oyat. 12. Qalblarni yumshatish xususiyati. Mu'minlar Allohning oyatlari tilovat qilinsa, qalblari siymab kabi erib ketadiganlardir. Anfal 2-oyat. Iymon etganlarning qalblari Allohning oyatlari bilan larziga keladigan vaqt kelmadimi? Hadid 16-oyat. 13. Furqon haq bilan nohaqni ayirish.
Ey müminler, agar sizlar Allohdan haqiqiy aymansanglar, Alloh sizlarga Furqon yirtidi. Anfal 29-oyat. 14. Qur'on eng go'zal qissadir. Qur'onda 2000 dan ortiq qissalar bo'lib, qissalardan hissalar ilishimizga buyurilganmiz. Bular eng go'zal qissa deb ataladi. 15. Qur'on insonni birda-bir eriq yoki jo'grafiyalik o'ringa emas, Allohga da'vat qiladi. Ey payg'ambar, deganki bu mening yo'lim. Men faqat Allohga da'vat qilaman. Yusuf 18-oyat. Ey payg'ambar, sening Rabbingning yo'liga chaqirgan. Nahl 125-oyat. Ey payg'ambar, sen faqat Allohga chaqirg'uchi payg'ambarsan. Ahzab 46-oyat. 16. Qur'on insonni koinot oyatlarini o'qishga chaqiradi. Ular osmonlar va zamindagi boshqurilish va harakat intizom qonuniyatlariga nazar solmamdi. A'rof 185-oyat. 17. Qur'onga inkor qilganlarga jannatning eshigi ochilmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va takabburlik qilganlarga tugi yangining to'shigidan o'tganga qadar jannatning eshigi ochilmaydi. A'rof 46-oyat. 18. Payg'ambarning rasul ekanligiga shohid bo'lmoq. Kafirlar, ey Muhammad, sen payg'ambar emassan deydi. Ey nabiy, deginki, menga Allohning shohidligi yetar. Shundaqla Qur'oni ilmi bor insonning menga bo'lgan shohidligi yetar. Ra'id 43-oyat. 19. Qur'on jannatning adresini aniq ko'rsatib beradigan uzun va keng yo'ldir.